Vaqtiki Eid Qurbon bo'ldimi, bir ko'p xaroblik bizlar jamiyamizga qilamiz. Ozor aziyati millat. Mavodihoy fozili qurbonlik. Adabiy aytaman inshaalloh bilasizlar. Yo ba'zi qurbonligimizga izofiy narsalari bor. Baqoyoy qurbonlikda shu narsaga mutoji bo'lsanglar, ko'chalarga, naharlarga va jodalarga, ko'cha va past ko'chalarga, guzarlarga chinon taylaybizki, o'tayotgan kishilarni ko'p ozor aziyat beradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytmadimki, musulmonlar jamiyaning ichiga rohoy ommaga ozor aziyat berayotgan yahud millatidir. Agar menga aytsangiz yo sizga aytsam yahudsan desam, to ramaq hayoti zindaligingizgacha meni bilan gap qo'shmaysiz. O'la aziz otam, aziz zinog'am, qilayotgan ishimiz sifati yahud deyishadi. Qurbonlik sahnalariga riyosat muhit zisti nolasi chiqqan, fig'oni chiqqanda. Kasoyki do'stlariki qurbonlikda terilarini oladi, ular ham boshqa joy tommaganligidan rohoy ommani ustiga yozadilar. Bu Eid ro'ziga ustlari muattar, atr urilgan, xohlaydiki ahbob do'st bilan 5 daqiqa qissa qilgay desa, uni oldan o'tkizay desangiz dimog'ini xaroblaysiz. Ozor aziyat bir kasi degaga sabab bo'layotgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, meni ummatimdan emas.